Assalomu alaykum qarindoshlar. Javodan asos yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 23-qismlik darsimiz. Biz oldingi qismlik darslarda arqmarqlik, ya'ni array to'g'risida so'zlagan. Arrayning ishlatish metodlarini so'zlab berdim. 22-qismlik darsimizda, 21-qismlik darsimizda arrayning nimaligini tafsil so'zlab berdim. Hamda biz xizmat tepish uchun sizlarga Javadan ba'zi bir userning ta'minda ba'zi kodlarni yozish mumkin. Array to'g'risida. Shuni hamda yozalam, yozolmamdi deb sinaydida shu vaqtlardan men hamda shunga arrayni amaliy ishlatadigan bir qancha misolni beray. Shuning bilan sizlarga qanday bu arrayni texmi aniq tafsili tushunishinglarga yordam berish mumkin. Unda esa men bir package quray bugungi dars uchun. Birinchi misol. Mesela nima deb so'rash mumkin senlar array to'g'risida? Bir sonliq ma'lumot tipi string bo'lgan bir so'zning o'ttiridagi harfini tipi deyish mumkin. Masalan, string name deyli. Like word degan so'z degan bu. Bir so'z bor deyli, xohlagancha bir so'z. Masalan, xohlagan so'z dedim ku. Bunun ma'nosi so'z olsun bo'ldi, ma'nosi so'z yo'q olsun bularni umumiy emas ku. Mush bir so'zningki qanday o'ttiridagi harfini tep chiqarib har vaqt xohlagan bir so'z kirgizganda shuni o'ttiridagini tep deyish mumkin. Masalan, ma'no o'ttiridagini tepish uchun qanday qilamiz? Bunun logikasini bilmsak bo'lmaydi. Bu so'zningki, bu so'z ham manda bo'lishi mumkin. O'zgarib turishi mumkin-ku. Cho'qim ma'vu degan bo'lmaydi. Shunaqa? Unda bo'lsa biz birinchi harf bilan eng oxiridagi harfni qanday qilamiz? Tep chiqa olamiz. Endi shuningdan biz ikkiga bo'lib olsak shuni. O'ttiridagi harf bo'ldi. Bu yerda agar masalan bir o'xshamaydigan yeri biz diqqat qiladigan. Ma'laning soni, elementning soni jupsan bilan taqsanning o'xshamaydi. Chunki taqsan bo'lsa, masalan 5 harfdan tuzilgan bir so'z o'qigan bo'lsa, masalan hello degan 5 harfdan tuzildimi? 5 harfdan. Buning o'ttiridagi harf qaysi? Mavu, L shunaqa. Buning birlam harf bor o'ttirda. Mayanchki 1. Agar bu oldidan 6 harf yoki jup harfdan bo'lib qolsa, buning o'ttirida 2 harf bor. Shunga jup harfli bo'lsa 2-chi qilib birimiz, taq harfli bo'lganda 1-chi qilib birimiz. Buni ashunda tuzumsak bo'lmaydi. Logikasi shu. Unda esa birinchi yo'lab qildigan ishimiz buningki bu stringni arrayga aylantirib olamiz. Arrayga aylantirsak bizning texim oson foydalana olamiz buni. Arrayga aylantirib o'ttiridagi elementini besib chiqib bersak ham bo'ldi. String array qanday aylantiramiz? String nimani tuzamiz dedim, harflardan. Char arrayga aylantiramiz stringni. Masalan, bu hello shunaqa. Buni qanday char arrayga aylantirmaydi desam, harfni ladder deydi inglizcha. Oldin qismda dars so'zlab o'tganman. Qaysi metodda? To char array. Hozir mavu arrayga aylandi. Hamda diqqat qilinglar. Taqsan jupsanning qanday topilganligini men sizlar o'rgatib qo'ygan. Darsni tafsil ko'rsanglar bo'ldi. Masalan, ash qopbildinda kiriblam dars anglatganlar bo'lsa, tushunmagan bo'lsanglar, men oldingi qism darsimni so'zligimni anglasanglar tushuna olasizlar. Bo'lmasa men hammani qaytadan so'zlab o'tarsam, vaqt isrofchilik.
Hamda taqsam bo'lsa diqqat. Agar buni taqsandan tuzilgan alifni qanday topamiz desanglar, mushuning length. Taqsam bo'lsa, taqsandan tuzilgan bo'ldi, jupsan bo'lsa, jupsandan. Word qanday? Length. İşit harfning soni degan gap-ku, length degan. Mushu 2 ga butun bo'linmasa, taqsan degan butun bo'linmaydi-ku, 5 ni 2 ga bo'lsak 2 dan bo'linib bir seçib qoldi-ku. Ya'ni bu men so'zlab bo'lgan, ha. Bo'linmay qolib qolsa, buning o'tirdagi soni, o'tirdagi harfi mid deb qo'yay. Ya'ni uzunligi qanchinchi harf ekanligi. Letterning qanday length. Buni 2 ga bo'lib o'tganga tang. O'tirdagi harfi. Ma'mid shunaqa. Taqanlar. Ma arrayda uning uzunligini tepish uchun length ishlatamiz. Stringda tirnoq, length tirnoq bor bu yerda. Taqsam bo'lsa, bir son yo taqsam bo'ldi, yo jupsan bo'ldi. Uningdan boshqa farqi yo'q. Shunga else ni ham ishlataman. Ya'ni jupsan bo'lsa degan gap bu. Jupsan bo'lib qolsa, u vaqtda o'tirib kelib 2 bo'ladi. Birinchisi letter length bölümümüz 2. Shunaqa, ammo yana birisi bor buningda. Chunki bu jupsan. Buning ilmi ishidagi harfning soni. O jupsanni qanday olamiz? 2 ga bo'lib o'tamiz va uning oldida birisi. Birini ilib etsaklam. Ma'ni topdik. 2 ga bo'lsak ma chiqadi, uning degan qanday? Mavi. Bu ne? Men yaglam besib chiqaray. Middle letter o'tirdik harfi. Letterning qanday? Mid indeksi. O'tirdik indeksi. Taqsam bo'lganda. Jupsan bo'lganda-chi? Ikkisi bor. Hamda mana mushu. Biz chiqarsak ma hello da qaranglar. O'tirib gapim deydi, L deydi. Chunki bu taqsan. Men yana bir san berib qo'ysam-chi, ham jup bo'lishini ama. O'tirib gapga LL. Mashkis o'tirdik oldu. Chunki mayanshki. Hem bu ne? Qo'layimgan bassaqmi, buning o'tirib gapini topa oladi. J and S. Demak, o jupsan bor ekan ma'no. Da? Jupsan bo'lgan birini qilib qo'ysam taqsam bo'lib ketdi-ku. J lan mana. Mana shu o'tirib gap ekan. Ashu. Mashq qilinglar, ko'p mashq qilinglar. Tushunmagan bo'lsanglar mushni. Ya'ni qayt izlanib, qayt izlanib yaxshi o'rganishning eng unumli usuli. Ba'zi bilimlarni qabul qilish kerak. Qalbingizda qanday qabul qilsizlar? Yo'q, nima shunda oldi deb turasizlar.
Bu matematikaga o'xshamaydi ekan yoki nima shunday deb turasanglar, u o'zingning ixtiyori. Cho'qim qubul, manda bo'ldi ekan deb o'rganamiz uni. Chunki yo'li shu, logikasi shu. Unda esa array yana bir misol beray. Shuni username so'rash mumkin, ha? Yana birsiga bir arrayning ichida eng kichik elementni tepadi deb so'rash mumkin. Masalan, int array berib smallest number, find the smallest number in an array. Masalan, qalam bir sonni yozdim, ha? Masalan, bu arrayning ichida qanday? Eng kichik son 0 go. Bir program yozamiz, eng kichik sonni ham chiqarib turadigan. Masalan, men 0 ni o'chirib eng kichik son 1 bo'lib qoladi, tushunami? Shu qaysi bo'lsin, eng kichik sonni tep chiqarib beradi bir program yozish mumkin. Buni qanday yozamiz? Buning logikasi menda. Ikki xil yozg'ili bo'ldi buni. Birinchisi, mana sort qilyapmiz. Sort metodini o'rgangan oldingi darsimizda. Sort qilsa kichikdan cho'ng tizitdi, shu birinchi elementni olib basaklam chiqdi. Masalan, bunday sort qilma. Avtomatik besib ketishi meni shunday bizar qildi. Sort bo'lib bo'ldi, endi men kichikdan cho'ng tizib ketdi. Kichikdan cho'ng tizilgandan keyin qanday qilma? Buning birinchi a'zosini 0-indeksini topsamlam, mana birinchi chiqarib turdi. Masalan, men miyaga 0 ni yozib qo'ysam, keyin yozsam 0 chiqadi degan gap. Chunki men bu tizib bordi. Kichikdan cho'ng tizib etdi, birinchisini olib qo'ysam ham shu kichik bo'ldi. Lekin o username tamda manda qilish qolmaydi. Sabab bunda qilsanglar u unmaydi. Bu it's a cheating. Bunda qilsang saxtapazlik deydi. Mahaqning metodini ishlatmaysa deydi, o'zingning metodini ishlatsa deydi. Şu an manda yez baxsan bo'ldi. 99.9% avalasida rad qilyapti-da. Yo'q, metod yoz dedi. Unda deb qanday qilmaymiz desak. Eng kichik inson tepish uchun biz yozamiz. Biz eng kichik sonni ilib olamiz. Yani mush metodni o'zimiz yozamiz demakchi. Mush metodning logikasini. Bu smallest shunaqmi? Bu arrayning eng kichigi cho'qim. Yani mush sort qildiganda biz metodini yozib olsak, ma'no bilan besib chiqarsak bo'ldi. Cho'qim shuna bo'ldi. 0-chi biz sort qilib olsak, tartib silib olsak, andan keyin shuni qanday 0-chi indeksi yoki 1-chi elementini topsaqlam, vaziyat tamom bo'ldi. Endi masalan nimada qoldi desanglar, qanday sort qilamiz? Logikasini buning uchun biz o'zimizga saqlab oldigan vaqtliq bir son qurib olamiz. Buni inglizcha qolgancha ism qo'ysak bo'ldi. Masalan, Osman deb qo'y. Hech qisi yo'q-a. Buning ismi buni jakarlagan chaqda, boshlaganda qolgancha ism muhim emas. Qanday ism qo'ysanglar ham bularni o'zing qolgan masalan. Hamda for loop. Qanday qilmaysanglar buning logikasi menda. Hozir men redlaysiz shunaqa redsizmi u? Buni qanday redlaymaysanglar? Birinchi element bilan ikkinchi elementning cho'ng kichikligini solishtirma. Ikkinchi element bilan uchinchi elementning cho'ng kichikligini solishtirma. 3 bilan 4 ning cho'ng kichikligini solishtirma. 4 bilan 5 ninkini ham eng oxirgi mishaga solishtirma. Solishtirish jarayonida agar mavo
ma'nodan kichik bo'lib qolsa, demak ma oldiga tizildi, ma keyinga tizildi. Ma'nodan kichik bo'lsa, ma oldiga tizildi. Ma oldiga tizilganda for loop bo'lgandan keyin yana ash oldiga tizilgan bilan ma'no bilan 52 solishtirma. Yana ashunda tushunalmish aylanib eng kichik oldiga tizildi, cho'nglari tartib bo'yicha keyinga tizildi. Logikasi shu. Mush sortning logikasi mana shu. Bundan loopdan foydalanib ish qashirma. Başlab aldım bunu ay nechinchi jazasi 0 dan boshlaymiz-ku indeksni. 0 negichilik ash arrayning uzunligichilik elementining sonichilik. Bundan uzun qiyil bo'lamda. Ma'nodan uzun qiysa qolmaydi, chunki buning harfi qancha bo'lsa, shunchalik qila olamiz. Aylana oladi, undan ortiq aylanmaydi. Endi bu qanday increment. Ya'ni bu logika qanday? Agar mushu arrayninki har bir array mushu eng kichik arraydan kichik bo'lib qolsa, yana ma'noni selishtirib eng kichikidan bo'lib qolsa, ma'nom mushu hozir, ma'nom 0 ma'go. U oldiq tizimiz. Shu qanday nimlikdan oldi? Eng kichik bo'ladi demakchi. Smallest. Mushundan kichik bo'lib qolsa, men ortiq ishlamabdim. Texnologiyachilik bitdi. Bo'ldi. Bundan kichik bo'lib qolsa, ash eng kichik nim bo'ldi. Biz ash aylandirgan bo'ldi. Nom deyman ya. Array deb oldik-ku mana. Endi biz buni besib chiqarsak, şu en kichigi smallest bo'ldi. Mesela mana en kichik qaysi? 0 shunaqa. 0. 0 o'chirib olsamchi, en kichigi 1 mana. Mana ishlatmayapmiz, mana yo'q-a? Mana yo'q. Mana. Logikasi shu. Agar minus 2 qo'yib qo'ysamchi? Ana minus 2 chiqib turibdi, chunki eng kichik qolmaydi deysan degan. Ha, buning logikasi ham shu. Buni paynab, ya'ni eng cho'ng sonni deb deyish mumkin. Eng cho'ng songa o'xshash. Eng cho'ng sonnim qanday? Eng cho'ng sonning mushu arrayning ichidagi uni sizlarga topshiriq qoldirdim. Eng cho'ng sonni qanday tepish? Uning logikasi o'xshash. Unimi mushuna o'xshash 0-chi mushnani selishtiramiz. Agar shu eng cho'ngi mush har bir aylandirgan, ya'ni ay orqali qanday? Mushuningdan cho'ng bo'lib qolsa, shu eng cho'ng bo'ladi demakchi. Buni men o'zimga qoldirdim. Endi yana bir misol keltirib beray. Ikki arrayni qo'shish. Buni so'rash mumkin. Misol. 3-misol. Concatenation deydi-ku. Concatenate two arrays. Yoki men concatenate tushunamsanlar, add. Qo'sh demakchi. Masalan, ikki array bor.
1, 2, 3 deyli ma'nın əzasını. Yəni bir array. Dört, 5, 6 olsun. Bu ikisini bir alam array'nin içiga bir array'ga aylandır deməkdir. Qanday qılmız? Bunun logikası biz yenidən bir array qurub, o array'nin içindeki elementlarının sani ma'nın sani bilan ma'nın sanini qo'shib bergan, ikkisinin lengthsini. Ondan keyin har birisiga ayrim-ayrim holda birinchisiga ma'nın elementini qo'shib beramiz, ikkinchisiga ma'nın elementini qo'shib bersak ham bo'ldi. Nasa? O array'ni array deb ham olay. Yoki new array o'xshash qo'ysizmi? Buni qo'ygan chaqda biz array qurishni men bek tepsiz o'zim. Ya'ni agar elementini aniq olmasam qanday qildim? Miyaga qancha element borligini masalan yozaman. Lekin array cho'qim mashqisini tuzgan boshqa. Array ma'nın lengthsi bilan array soni bilan birni array ishkininki qanda uzunligini qo'shib bergan. Shunchalik element ulash kerak. Ya'ni ma'nın 3 element var, ma'nın 3 element var. Demek 4 element qilib qo'ysam bo'lardi. Muhim emas. Ma'nın demek yeni array'ning qanchalik element ulash kerak? Hozir ma'nın qasasan 7 element ulash kerak. Mana bunda 7 mishadni 7 chiqadi. Qo'shib bersak. Ma'nın 3, ma'nın 4 demekçi. O'zgarish soniga asosan. Hamda har bir array'ga birdan qatimiz. Ma'nın elementini qetib beramiz. Array'ni qanday qatdiq? Array 0 tang ma'vu deydi qilsanglar bormi? Bunun uchun for loop ishlatma. Birdan qatib bo'lgandan o'rniga masalan ma 3 4 to'p qolsa, unda birdan qasamı bo'ldi. Lekin masalan 5 turqsi o'zgarib qolsa, biz buningga program yozib saqlamaydi. Unda manually unda qilib bo'lmaydi. For loopning ishlatishalik bek yuqori. Buni 0 bilan boshlaymiz. 0 bilan boshlab oldim, chunki 0-chi indeksni boshlaymiz-ku. Ondan keyin nagichilik, shuni length hozir birinchi arrayni qatimiz. Ay nagichilik alalaydi, array birning lengthchilik alalaydi. Uningdan ishib ketmaydi. Arrayga qanda ketibimiz array 1ning sonini. Array ashkisi tang demekçi. Her bir qitim qetilganda qanday qilamiz? Miyaga bir sonini count desam bo'ldi, sanaq desam bo'ldi. Bir son qetilib mangadi. Biz to'g'ri hisoblash uchun qanchalik bu nima ishlaydi desanglar? Mana hozir 3 element var, 3 qitim qetilgan ekan. 3 qitim qetilgan ekan. Mana nima deyapman deylar. Endi ma ikkinchi qitim arrayni qatgan chaqda 4-chi qitimda qetilmas olmaydi. Ma sanaq 3 qitim bo'ladi bu yerda. Demak, uzunligi 3 bo'lgandan keyin ma'ni qatganda 4-chisidan boshlab qetilmas olmaydi demekçi. Logikasi shu. Hozir birinchi arrayni qetib oldik. İkinci arrayni yana o'xshash for loop bilan qatamiz. Buni j dey. 0-chi indeksdan boshlandi. Bu mo'naklik ikkinchi arrayning uzunliqchilik bo'ldi. J qetildi demekçi. Endi qilganlar arrayda hozir ma qetilib bo'ldi. 3 element var. Hem 4-chi elementdan boshlab qetilmas olmaydi. Uni qanday olamiz? Del sanaq. Sanaq hozir 3 ma'nın qiymati ma tukkanda 3 tang bo'ladi. Endi ma 4-chisiga tang bo'ldi, 3 qetilib demekçi. Ya'ni 3 degini, xato tushunmanglar, 3 degini emniyet 0 1 2 3 qetilib bo'ldi, 3 degini 4-chisi demekçi.
array ishkininki qanday qaytildi bu qanday sanaq har bir qaytilganda bir aylangan chaqda birisi qaytildi endi tukkanda qanday qilamiz besib chiqaramiz to string qilib qo'y arni besib chiqarsak index for r1 for length 4 dedi exception tashlab etdi bir nimasi ortiq olib ketibdi ma array ikki ulash kerak chunki mana ikkinchi array unutib qoldim endi man qilsak mana ikki array qaytildi degan gap ma bu ikki unutib qolibdi ma birinchi array ikkinchi array bugungi darsimiz mushayicha tushungan nuqtalar bo'lsa ostga inkos chekib qoldirsangiz bo'ldi mashq qilib beringlar rahmat